Qilgan ishlaringiz hammamizga ma'lum. Lekin men eng avvalo Siroj haqida so'ramoqchiman. U g'oyib bo'lgan. Oxirgi marta siz u bilan ko'rishgansiz. Menimcha qotil kimligini bilgan. Bizni taxminlarimiz ham shunaqa edi. Bu kecha tunda sodir bo'lgan qizig'i murda Sirojning mashinasining oldida topilgan. Dar oldidagi ovloq joyda qoldirilgan. Bu ish uchun endi esa siz ham, Siroj ham, Ismat ham javob berasizlar. Olib ketinglar. Asosiysi Siroj tirikmi? Qotil bu. Ha, to'xtang. Mani plashimni cho'ntagida bloknot bor. Siz uni ko'rishingiz shart.